Xayrli kech azizlar, mana yana bir necha minut daqiqalardan keyin mana ro'zai Ramazonning 14-kuni ham poyoniga yetadi. Ya 13mikin bugun. Mana shu og'iz ochishdan oldin mana shunaqa bir qo'shnimizni uyiga kelsak, mana bunday qilib chaman gullab yotibdi-da. Odamlar aytadimikin dedim, balkim dedim, jo'ra qildi. Boshqa ishi yo'qmi? Shu faqat gullarni syomka qilishdan boshqa dermikan deb o'ylab turib, yana bo'lmadi, bari syomka qilardim-da. Qaranglar, va haqiqatan ham chiroyli-da, men qarang. Shunaqa chiroyli, shunaqa bir ko'rinishda o'zgacha bir haligi bor, latofat bor, husn bor, malohat bor-da. Xuddi qizlarning yonog'iga o'xshagan, mana shu Barno, Munis qizlarimizga o'xshab ketadi. Barno qizlarimizga o'xshab ketadi. O'zi chiroylilik mana shu bahorga yarashadi-da, qizlarga yarashadi, bahorga yarashadi. Hali bir necha oylar bor, endi albatta bizni bu bahorimiz tugaguncha, lekin baribir mana olmalar hali gullagan, endi mana dish chiqaribdi, qarang olmani. Lekin mana shaftolilar ham barg chiqarib qoldi biz tomonda, Dinov tomonlarda, Jarqo'rg'on, bu cho'l joylarda allaqachonlar gullab ketgan shaftolilarim. Hali bir necha kundan keyin Surxondaryoda piyoz pishdi deb beraman. O'rtoqlar, tayyorgarlik ko'rib turinglar. Piyoz pishibdi, bilasizlarmi? Piyoz mart oyida pishibdi. Endi bu ham xalqimizning rizqi. Bugun endi mana shu kechqurun Og'zocharda mana shunaqa chiroyli gullarimizdan, Surxondaryoni o'riklarining gulidan bahramand bo'lib turinglar. Biz albatta bundan keyin faqat yaxshiliklar, yangiliklar, ezguliklar, to'ylar, tomoshalar, bayramlar haqida sizlarga takror mana shunaqa lavhalarni beraveramiz. Sizlar tomosha qilishdan charchamasalaring bo'ldi. Hammangizga yoqimli ishtaha tilayman. Bir necha mana daqiqadan keyin og'iz ochish bo'ladi. Ertangi kuningiz ham barakali bo'lsin, tuningiz zo'r bo'lsin. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Bizlarni mana shu lavhalarimizdan zavq olsalaringiz bizga shuni o'zi kifoya. Katta rahmat.